Assalomu alaykum. Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan yurtdoshlar. Xizmatingizga taksi xizmatlari bor. Mana Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva shopir akamiz. Xudo xolasa aka-ukalar manzillardan olib, manzillarga olib boramiz. Kelishilgan narxlarda shopir aka mashinaning ichini bir ko'rsatib oling. Kelgan aka, bir qaysi yo'llardan yurasiz? Latin yo'llardan yuramiz akalar. Dokumenti yo'q akalarga ham yordam qilib chiqib ketasizmi aka? Ko'p akalar dokumenti yo'q bo'ladi-da. Shubhalanishadi, shundan cho'chishadi. Manzilidan olib, manziliga olib borib tashlaymiz, kelishilgan narxlarda. Oblastlardan ham odam olaverasizlarmi? Moskvami, Sankt-Peterburgmi farqi yo'q. Faqat kelishilgan narxlarda, mestasiga qarab akalar. Kelishib, joyini ko'rib, qayerdan olishdi, qayerga olib borishdi, joyini ko'rib. Mashinalarimiz 24 soat ishlaydi. Bu aka-ukalar, ko'rib turgan nomeringlar shopir akani pryamoy nomeri. Shopir akani o'zi telefonga javob beradi. Xudo xolasa cho'chimasdan, o'ylanmasdan telefon qilaverasizlar. Moskva, Peter, Peter, Moskva. Shopir aka, nima deysiz akalarga, opalarga, ukalarga, singillarga? Hamisha musofirda yurgan aka-ukalarimizga yordam berishga harakat qilib, xudo xolasa akalarga qo'ldan kelganicha, qo'ldan kelganicha. Bo'ldi, конечно, bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar aka-ukalar, like, podpiska bosib qo'yinglar.